Assalomu alaykum. Har kuni yo'llarimizdan minglab og'ir yuk avtomobillari o'tadi. Lekin ularning yo'l qoplamasiga qanday ta'sir qilishini hech o'ylab ko'rganmisiz? 2026-yil 11-mart kuni A373 va D021 avtomobil yo'llarida o'tkazilgan maxsus eksperiment bu borada juda muhim ilmiy haqiqatlarni ochib berdi. Avtomobil harakatlanganda uning g'ildiragi orqali yo'lga ta'sir etadigan kuch natijasida qoplamada egilish sodir bo'ladi. Agar transport vositasi me'yoriy og'irlikdan ortiqcha yuk bilan harakatlansa, yo'l to'shamasida sodir bo'lgan egilish yo'l poyi asos qatlamlarigacha ta'sir etadi. Aynan shu cho'zilish yo'llarimizning tez yemirilishi va yorilishiga olib keladigan asosiy omildir. Eksperiment shuni ko'rsatdiki, g'ildiraklar soni hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, yakka g'ildirakli, ya'ni super single shinalarning yo'l bilan ilashish maydoni kichik. Natijada nima bo'ladi? Bosim keskin ortadi. Bu bosim yo'lning eng quyi qatlamlarigacha yetib borib, asfaltning xizmat muddatini qisqartiradi. Qo'sh g'ildiraklarda esa og'irlik kengroq maydonga taqsimlanadi. Ilashish maydoni 2 barobar ortadi. Bu esa asfalt ichki strukturasidagi zo'riqishni sezilarli darajada pasaytiradi. Lekin qo'sh g'ildirakli transport vositalarining osmalari resorli bo'lganligi sababli yo'lning kichik notekisliklarida ham transport vositasi sezilarli darajada sakraydi. Bu holatda yo'lga tushadigan lahzalik bosim statik yukdan 20-40% gacha ko'payadi. Natijada qoplamalarda zo'riqishlar ortib, mikro va makro sinishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa yo'l qoplamasining barqarorligi va uzoq muddatli ekspluatatsiya muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin eng katta xavf bu harakat tezligi va dinamika. Qonunchiligimizga ko'ra, bitta o'qqa ruxsat etilgan statik yuk 10 tonnani tashkil qiladi. Ammo avtomobil 50-60 km/soat tezlikda harakatlanganda tebranishlar hisobiga bu ko'rsatkich 30% ga oshadi va amalda yo'lga 13 tonna zarba beradi. Pnevmatik podveskalar bu zarbani biroz yumshatsa-da, eski tipdagi qattiq resorli podveskalar yo'lni tom ma'noda bolg'alaydi. Xulosa shuki, biz yo'llarimizni asrab qolish uchun yuk me'yorlarini qat'iy nazorat qilishimiz shart. Avtomobil g'ildiragidan tushayotgan yuk qanchalik oshsa, millionlab mablag' evaziga qurilgan yo'llarimizning umri shuncha qisqaradi va ta'mirlash xarajatlari ortib ketadi. Yo'llar iqtisodiyotimiz qon tomiridir. Uni asrash o'z qo'limizda. Yo'l bu manzil, yo'l bu kelajak. Uni asrash bizga burch demak.